Ta'lim sifati jamiyatning kelajagini belgilaydigan muhim omillardan biri. Bugun diniy ta'lim sohasida ham zamonaviy bilim va yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Islom sivilizatsiyasi markazida ayni shu masalalarga bag'ishlangan anjuman o'tkazildi. Unda yurtimizning barcha hududlaridan kelgan qariyb 500 nafar muallim va mudarris ishtirok etdi. Poytaxtimizda prezidentimiz tashabbusi va g'oyasi asosida barpo etilgan va keng jamoatchilikka o'z eshiklarini keng ochgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqimizning tarixiy xotirasi, ilmiy salohiyati va ma'naviy yuksalishining yorqin timsoli sifatida qad rostlab turibdi. Ushbu markaz nafaqat tarixiy va diniy merosni namoyon etuvchi maskan, balki ilmiy tadqiqot, ma'rifat va xalqaro ilmiy hamkorlik uchun muhim platforma sifatida shakllanmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilgan O'zbekiston Musulmonlar idorasi tasarrufidagi oliy va o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining zamonaviy diniy ta'lim, pedagogika, ilm, ma'rifat va innovatsion mavzulardagi ilmiy amaliy anjumani ana shu maqsadga qaratildi. Muhtaram prezidentimizning Isroil harakatlari va bizga bergan imkoniyatlari orqali Allohning marhamati bilan 150 ta yangi masjid ochildi. 5000 dan ziyod jami butunlay qaytadan bunyod etildi. Qur'oni Karim va tajvid o'quv kurslari soni 30 tadan oshdi. Haj umra ziyoratchilarining soni ortib bormoqda. Xalqaro aloqalarimiz ham keyingi paytda yaxshi rivojlanishlik holatida turibdi. Bu anjuman diniy soha vakillarini yetishtirib chiqarishda xizmat faoliyatini olib boradigan yurtimizning barcha viloyatlaridan tashrif buyurgan 500 ga yaqin muallim, mudarris, ularning ichida xotin-qizlar, opa-singillarimiz ham bor. Chunki yurtimizda Jo'ybari Kalon hamda Xadija Kubro madrasalarda ham faoliyat yuritib borayotgan opa-singillarimiz ham borligi hammamizni quvontiradi. Asosiy maqsad diniy ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogika yondashuvlarini joriy etish, diniy ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish hamda yoshlarni bu borada zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega etib tarbiyalash masalalariga qaratildi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida so'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim va tarbiya masalalari davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha, ilm, fan va innovatsiyadan diniy ma'rifiy sohagacha bo'lgan barcha yo'nalishlarda keng ko'lamli yangiliklar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda diniy ta'lim tizimida 510 nafar pedagog va mudarris faoliyat yuritmoqda. Ularning ilmiy salohiyati ham yildan yilga ortib bormoqda. Yangi O'zbekiston desak bo'ladiki, eng katta siyosatimiz, prezidentimizning eng katta g'oyalari bu inson qadri. Mana shu inson qadri g'oyasi xosatan diniy ta'lim sohasida bir qancha misollarda o'qishga kirayotganda diniy soha vakillarining farzandlariga qo'shimcha ball berish, ularni farzandlari o'qishga kirgandan keyin kontraktlari to'liq diniy idora tomonidan to'lanishi va alohida iqtidorli talabalar uchun muftiy stipendiyasi joriy etilishi, bu hammasi biz uchun ham juda katta bir quvonchli bir yangilik bo'ldi. Anjuman doirasida ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogika texnologiyalaridan foydalanish, ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish va professor-o'qituvchilarning tajriba almashinuvini kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Haqiqatda bizda, ya'ni diniy sohadagi kadrlar, o'qituvchilarni bir joyga to'plab, bir-birimiz bilan fikr almashish, yana kelajak rejalar tuzish, yana shu sohani rivoji, sohada bo'layotgan o'zgarishlarni qaytadan ko'rish, guvohi bo'lish bizga yana ham bir katta bir kuch, quvvat, bir o'zgacha bir shukuh baxsh etyapti. Diyora G'aniyeva, Aydos Ermekbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.